Alo. Alo, Quruqvoy o'zingmisan? Ha, men Quruqvoyman. Jo'ra kelmaysanmi? Bola choyxonaga yig'ildik. Kelbirsan ha? Yo'q, jo'rajon. Mazam yo'q, shamollaganman. Sanda hech kim pul so'ramayapti. Kel mana javoqni o'zi beryapti. Jo'ra, yaxshimisan Quruqvoy? O'zim pulini to'layman, jo'ra, qova turaman olishdan. Kelasanmi? Ay, jo'ra, harakat qilaman, lekin nemisib ichsam yaxshi bo'lib qolaman. Boraman. Hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men Javohir qo'shningiz jo'rasi Quruqvoyman. Hop. Bu jo'ram ermoqchi bo'lyapti. U oylik oldimi, nima bilan? Xabaringiz yo'qmi? Pulni olib chiqib ketmadimi? Ish qilib rostdan eriyotgan bo'lsin-da lekin. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men Quruqvoyman, eringiz o'rtog'i. Tanidim. Keling, bu Javohir jo'ram choyxonaga chiqib ketdimi? Ha, chiqib ketdi undilar. Bu qancha pul olib chiqib ketdi, bilmaysizmi? Uydagi bor pulni olib chiqib ketgan. Seryosan? Ha. Davay keling, dasturachimiz. Demak, rasod qilmas ekanman. Pulni olib chiqib ketgan bo'lsa, ishonsa bo'ladi. Boraman. Rahmat bola, malati. Mashinaga o'tirib turish kerak. Javob senga asobiy rahmat jo'ra. Men ketdim. Shoshma. 100 mingdan tushdi, yeganingga to'lab ket. Nimaga men to'layman? Sen javob eri deding-ku. Shunaqa demasa kelmayapsan-da, yo'q bo'lib ketyapsan klubdan. Aldangan